Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov tufayli Liverpool Husanovdan o'ta olmagan yulduzni sotadi. Niderlandiyalik mashhur hujumchi Cody Gakpo joriy mavsum yakunlangandan keyin Liverpoolni klubini tark etishi kutilmoqda. Jurnalist Wilson Cox ma'lumotlariga ko'ra, klub 26 yoshli o'yinchini yozda sotish variantini ko'rib chiqmoqda. Joriy chempionatda chempionlik unvonini saqlab qola olmagan Mersisayedliklar kelasi mavsum oldidan tarkibni jiddiy tarzda qayta ko'rib chiqadi va katta o'zgarishlarni amalga oshirishni rejalashtirib qo'ygan. Manbaning ta'kidlashicha, Gakpo klubni birinchilardan bo'lib tark etadigan nomzodlar ro'yxatiga kiritildi. Cody Gakpo aslida Niderlandiyaning eng qudratli klublaridan hisoblangan, PSVda tarbiyalangan va professional faoliyatini aynan shu jamoada boshlagan. Liverpool qanot hujumchisini 2023-yilning yanvar oyida 42 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib oldi va u bilan 2030-yilning 30-iyunigacha davom etadigan shartnoma imzoladi. Biroq joriy mavsumda Gakpo barcha turnirlarda 34 ta uchrashuvda ishtirok etib, raqiblar darvozasiga 7 ta to'p kiritdi va jamoadoshlariga 4 ta golli pas uzatdi. Yaqinda Angliya Premyer Ligasi doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Manchester City tarkibida niderlandiyalik hujumchiga qarshi o'ynab, unga gol urish imkonini bermadi. Abduqodir o'yinda aynan Gakpo bilan kurash olib bordi va kurash chog'ida yuziga zarba oldi. Bu vaziyatda to'pga chiqqan darvozabon Gianluigi Donnarumaning tizzasi Husanovning yuziga tegdi. O'zbek futbolchisining o'z salomatligini xatarga qo'yib bo'lsa-da, Liverpool hujumchilariga gol urish imkonini bermagani Manchester City muxlislarining Abduqodirga bo'lgan mehrini jo'shtirib yubordi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz hozir juda ham ajoyib o'z ishini a'lo darajada bajarmoqda va ma'lumot uchun aytib o'taman, hamyurtimiz Abduqodir Husanov, ya'ni Manchester Cityning navbatdagi o'yini ertaga kechki soat 1:00 da Newcastle ga qarshi bo'lib o'tadi. Ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting va bizning kanal kelib chiqadi. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, Manchester City va Newcastle o'rtasidagi o'yin jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Xabaringiz bo'lsa kerak, Arsenal kechagina 2-2 hisobida durang o'ynab, ochkolar farqini juda ham qisqartirib yubordi. Manchester City esa mana shu o'yinda g'alaba qozonishga bor kuchi bilan harakat qiladi. Gvardiola katta ehtimol Abduqodir Husanovga tayanib, Husanovni asosiy tarkibda tushirishi hozirdan rejada bor, chunki Gvardiola faqatgina Husanovga ishonmoqda, chunki Husanov hozir a'lo darajada o'yin ko'rsatmoqda. Qadrli do'stlar, albatta siz hamyurtimiz Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Abduqodir Husanov deb yozib qo'yishni unutmang va aytib o'tganimdek, ushbu o'yinni jonli efirda ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalimizga qo'shiling va Telegram kanalimizda jonli efirni birgalikda kuzatib boramiz. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.